Davom etamiz. Ramazon muruvvat va bag'rikenglik oyi. Unda ehson qilish, yordamga muhtojlarga ko'mak berish, yetim yesirlar holidan xabar olish eng ulug' fazilatlardan sanaladi. Yurtimizda Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan yordam puli beriladi. O'zbekiston prezidenti qaroriga ko'ra Vaqf xayriya jamoat fondiga 800 milliard so'm ajratildi. Murodjon Ahadov mavzuni davom ettiradi. 17 fevral kuni qabul qilingan prezident qaroriga muvofiq O'zbekistonda muborak Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar joriy etildi. Mazkur qaror ijtimoiy siyosatning manzilli va tizimli mexanizmlarini yanada mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu qarorga muvofiq 800 milliard so'm mablag'lar bevosita Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladi va mana shu mablag'lar doirasida 1 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam quyidagi oilalarga beriladi. Demak, bular qaysi oilalar? Bevosita bular ijtimoiy reyestrdagi davlat ta'minotidagi turgan 215 mingta oila. Bu toifalar odatda doimiy ijtimoiy himoyaga ehtiyoj sezadigan qatlam hisoblanadi va ularni qo'llab-quvvatlash davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yana bir muhim jihat bu 500 ming so'm miqdoridagi bir martalik moddiy yordam esa ijtimoiy reyestrdagi kambag'al oila toifasidagi 421 mingta oilaga ko'zda tutilgan berilishi. Shu bilan birgalikda reyestrga kirmagan, biroq mahalla yettiligi tomonidan ehtiyojmand deb topilgan 43 ming nafar oilaga ham mana shu mablag'lar berishi ko'zda tutilgan. Qarorning e'tiborga molik jihatlaridan yana biri ijtimoiy reyestrda qayd etilgan 6 ming nafar bemor fuqaroning davolanishi va jarrohlik amaliyotlari bilan bog'liq xarajatlar to'liq davlat tomonidan qoplab berilishi belgilanganidir. Mablag'lar 2026 yil 1-martga qadar tasdiqlangan ro'yxatlar asosida fuqarolarning ijtimoiy kartalari yoki bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi. Dastur ijrosi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ta'minlanadi. Ramazon oyining mazmun mohiyati mehr-oqibat, hamjihatlik va mas'uliyat tamoyillariga asoslanadi. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ushbu qo'shimcha yordam aynan shu qadriyatlarning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur chora-tadbirlar minglab oilalarning turmush sharoitini yaxshilash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va jamiyatda o'zaro ishonch muhitini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Murodjon Ahadov, Sanjar Shirmuhammedov, Azyan Gizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.